Sizlarga zo'r kvartira topib qo'ydim. Uyimiz 2 xona, 54 kvadrat, razdelniy qilingan, garderoblargacha qo'yilgan. Barcha mebel texnika, gilam, pardalar hammasi qoladi. Uyimiz bugun remontdan chiqqan, sveji qilingan. Kosmetik remont, kirib yashashga tayyor. Mana ko'ryapsizlar, oshxonasi chiroyli, mebellari ham yaxshi holatda. Balkonlari 2,5 ga 6,5, yorug', issiq. Yozda daraxt soyasi tushib, salqin bo'lib turadi. Sanuzor holatlari ham idealni. Qo'shimchasiga ariston ham qo'yib qo'yilgan. Bolalar maydonchasi joylashgan. O'zingizlar yashasanglar ham, kvartirani qo'ysanglar ham, вообще zo'r joy. Maktab, bog'cha, poliklinika hammasi yonida joylashgan. Katta yo'lga yaqin.